Bugungi kunda yurtimizda prezidentimiz rahnamoligida ta'lim sohasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Yangi O'zbekiston, yangi maktab tamoyili asosida mamlakatimizning har bir hududida zamonaviy, barcha sharoitlarga ega ta'lim muassasalari barpo etilmoqda. Shu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar samarasini Chortoq tumanidagi maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 3-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi misolida yaqqol ko'rishimiz mumkin. Bizning maktabimiz 1961 yilda qurilgan edi. Mana shu sobiq Moskva kolxozi tomonidan hashar yo'li bilan 640 o'rinli maktab binosi edi. Yurtboshimizning sa'y-harakatlari bilan 2024-yilda davlat dasturi asosida hozirgi zamon talablariga mos ravishda 420 o'rinli maktab binosi qurib bitkazildi. Nurafshon mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan ushbu maktab 420 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, umumiy qiymati 4 milliard 21 million so'mni tashkil etadi. Maktabning har bir sinfxonasi zamonaviy elektron doska va texnik jihozlar bilan ta'minlangan. O'tgan yilda mana shu maktab binosiga tashabbusli byudjet tomonidan qariyb 1 milliard so'mdan ortiq o'quv jihozlari olib kirildi. Bu ham o'quvchilarning bugungi kunda bilimga bo'lgan, tarbiyasiga bo'lgan, jahon andozalariga chiqadigan bir kadrlar aralashdi. Bu jihozlar ham darslarda keng ko'lamda ishlatib kelinmoqda. Bunday sharoitlar o'quvchi va o'qituvchilarga katta imkoniyatlar yaratib bermoqda. Maktab jamoasi bu imkoniyatlarni chuqur his qilib, o'z mehnati va bilimlari bilan minnatdorlik tuyg'usini amalda ko'rsatib kelmoqda. Davlatimiz tomonidan sovg'a qilinishi bu bizni bolalarimiz uchun ham, jamoamiz uchun ham bir alohida bir xursandchilik bo'ldi. Maktabimizda sifatli ta'lim berish uchun, zamonaviy ta'lim tarbiya berish uchun hamma sharoitlar bor. Maktabda chet tillari, ayniqsa ingliz tili bo'yicha to'garaklar samarali yo'lga qo'yilgan. Zamonaviy dars usullari va interaktiv yondashuvlar orqali o'quvchilar chet tilini erkin o'rganmoqda. Bu esa ularning kelajakda xalqaro maydonda o'z o'rniga ega bo'lishlariga muhim ahamiyat kasb etadi. Shosana, what do you want to be in the future? In the future, I want to be a lawyer. Excellent. 11 yil ushbu maktabimizda o'qigan bo'lsam, ustozlarimni katta mehnatlari orqali ko'plab yutuqlarga erishdim. Ulardan ingliz tilidan sifr oldim, ona tilidan milliy sertifikat va koreys tilidan top 2 darajasiga erishdim. Ushbu yutuqlarimda ustozlarimni ayniqsa mehnatlari katta. Men ularga kattakon rahmat aytmoqchiman. Maktab kutubxonasida mingdan ziyod kitob va asarlar mavjud. Yoshlar kitob o'qib, bilim va dunyo qarashlarini kengaytirishmoqda. O'quvchilar esa o'z ustida ishlab, bilim va tajribalarini boyitishmoqda. Bu maktab qadimona maktab. Bag'ridan akademik, professor, doktorlar yetishgan maktab. Akademik Toshturg'un Ergashevni filologiya fanlari doktori Mahmudjon Ma'murovni yetkazgan maktab. Biz mana shu maktabimizda sharoitlardan oqilona foydalangan holatda ustozlarimiz yordamida turli tanlovlar, zakovat o'yinlari sinfdoshlarim bilan o'tkazib kelayotganmiz. Turli tanlovlarda yaxshi o'rinlarni egallab kelmoqdamiz. Prezidentimiz yaratib bergan shu sharoitlardan oqilona foydalangan holatda kelajakda davlatimiz rivoji uchun o'z hissamizni qo'shamiz. Maktabda ma'naviy ma'rifiy ishlarga ham alohida e'tibor beriladi. Vatanparvarlik, odob, axloq, milliy qadriyatlar ruhida o'quvchilar tarbiya ko'rmoqdalar. Ta'lim va tarbiyada ota-onalarning o'rni beqiyos. Maktabda ota-onalar bilan hamkorlik samarali yo'lga qo'yilgan. Umumiy tadbirlar orqali bolalarning kelajagi hamkorlikda qurilmoqda. Bugungi o'quvchilarimizga tarbiyasiga ham, bilimiga ham uch tomonlama hamkorlikda ishlash samara bermoqda. Ya'ni ota-onalar bilan hamkorlikda ishlash, maktab, ota-ona, bola tarbiyasida bu uzviy bog'liq bo'lish kerak. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 3-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida yaratilgan sharoitlar yangi O'zbekiston ta'lim siyosatining amaliy namunasidir. Bu kabi maktablar ko'paysa, kelajagimiz albatta yorug' bo'ladi.